Assalomu alaykum, hurmatli Nur Mebel obunachilari. Navbatdagi obzorimizda qora panteramiz. Birinchi o'rinda narxini aytib o'tamiz. Komplekt narxi, jurnalning stoli ham bor. Hop, komplekt narxi 6 million 300 ming so'm, qo'shimcha kreslosi ham bor. Oldin ugolovni o'zini komplekt 5,5 million so'm sotayotgandik. 800 ming so'mga sizlarga mana qo'shimchasiga kreslo qo'shib beramiz. O'ta bagati qilib ishlangan. Hoji otalarimizga bersanglar duo qilib, sizlar duo qilib maza qilib ishlatishadi. Mягкийлigi ham o'ta yumshoq qilib ishlangan pampers prujinada. Hop, ichlari 100% sasna yog'och uгологimizni. Hop, jurnalning stollari NDF dan bo'ladi, qorasidan. Uгологimiz razmeri 430 230, taburetkalarning razmeri 70 60 holatda bo'lgan. Общий uголовni egallash joyi 5,5 metr joyga zo'r tushadi. 5,5 metr, 530 gacha minimal 530 joyga tushadi. Komplekt jurnalning stollarini ham qo'shishganda. Bo'lishlarni ham ko'rishlar mumkin. O'ta go'zal holatda. Kimgadir mana gold holati yoqmasa, bu tomondan aylantirsa mana tomli bo'lib qora holatda bo'ladi. Buyog'i bir xil qilib materialda kimgadir yoqadi, kimgadir buni bu taraf yoqmasligi mumkin. Shuning uchun ikki tomonni ham aylantirib ishlatsa bo'laveradigan qilib tayyorlab qo'yganmiz. Uгологimiz ham ichlari 100% sasna yog'och, pampers prujina. Goldlari ham chiroyli qilib NDF dan ishlov berilgan. NDF qilib sepilgan bu narsalar. Hop. Materiallari ham qop-qora. Mo'yshi material, artib, tozalab, bemalol ishlatsanglar bo'laveradi. O'ta go'zal holatda. Orqalari ham o'zining materialida 100%. Hop. Bunisi ham mana kreslosini ham ko'rishingiz mumkin. O'zining materialida yopilgan. Atay betiga salafan tortib qo'yganmiz. Misol uchun 1 yil yoki 2 yil ishlatganinglardan keyin salafan yirtilib bosh qo'yganda ovarsanglar, yana uголовlar yangi holatda bo'laveradi. Sidinasiga to'shak yoki bu narsa solsanglar ham bo'laveradi agar xohlasanglar. Sidinalari qanaqa pampers prujina bo'ladi, ichlari pampers prujina deyap sarsafar qanaqa bo'ladi degan mijozlarimiz uchun hop mana assortiment qilib pampers prujina ham qo'yib qo'ydik. Mana qo'yib ko'rsatamiz. Hop mana 1 metrlik mana shu uголовimizni bitta bo'lagi 1 metr bo'ladi. 1 metr uголовdan mana ko'rishingiz mumkin, ikki chegasiga ozginadan paralon qo'yiladi. Oldiga ham ozgina paralon qo'yiladi. Sababi tekizligi, yopishlari, choklari joyida kelishligi uchun. Qolgan joyi mana ikki polniy pampers prujina yaxshisidan qo'yilgan bo'ladi. Baquvvatida xudo xolasa. Ichlari ham 100% sasna yog'och. Bir qarish terak yog'och aralashgan bo'lsa, ish bekarga. Doim aytyapmiz bu narsani. Uголовimizni ichlari 100% sasna. Terak yog'ochda agar bir qarish ichidan bir terak yog'och topsangiz, uголовimiz bekarga. Vodiymi, vohami, qayer bo'lsa ham, dastavkasi ham uголовni puli ham bekarga sizlarga bekarga bo'ladi. Uголовimiz. Dastavkasini ham qilib beramiz agar dastavkasini ham o'zimiz to'laymiz. Misol uchun vohaga bo'ladigan bo'lsa, vohalarga chiqarganimizdan keyin, olib borilgandan keyin tekshirib ko'rib olaman desanglar, ko'rib agar terak yog'och chiqsa, uголовni bekarga shunday berib yuboramiz. Shu tomonlarga ham garantiya berilaveradi xudo xolasa. Ular ham mana oldin 2 marta kreslo qildik. Birinchisini Yozyovonga sotdik. Birinchisini ko'pchilik ko'rib turib 6 million qo'ygan ekansiz. Nima uchun endi 6 million 300 bo'lib qoldi deyishlar mumkin. Birinchisilik uchun aytib deb yurib qo'yganmiz. Sababi birinchi qilishimiz ketadimi, qanaqa bo'ladi, kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi degan maqsaddan 6 million so'm qo'ydik. Mana xudo xolasa yaxshi ketyapti, ko'pchilikka yoqyapti. Hop. 500 ming so'mga buni rasxoti ham bitmaydi o'zi asli. Chunki ikki tomonda qo'li bor. Bu katta uголовga 2 dona qo'yilsa, bu kresloni o'ziga 2 dona qo'l ketgan. Mana shu qo'l bo'lishlari, qo'l qo'yadigani. Shuning uchun o'zi rasxoti ham ancha bor buni. Telefon qilib aloqa qilinglar, vodiy bo'ylab dastavkasi ichida 6 million 300 ming so'mda. Qolgan viloyatlarga pulli bo'ladi. U Qo'qonmi, Farg'onami, Namanganmi, vodiyni ichiga olib borib o'zimiz o'rnatib beramiz. Dastavkasi bepul bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Telefon qilib aloqa qilinglar. Mana shu uголовimiz nalichida tayyor turibdi. Xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib
o'rnatib beramiz. E'tiborlar uchun rahmat.